Assalomu alaykum. Ushbu videoda sizlar bilan biz turli xildagi media fayllar bo'ladi. Bu media fayllarni ba'zi bir dasturlar o'qimaydi yoki shunaqa muammolar sodir bo'ladiki, ularni ozgina sifatini qisqartirishimiz, ya'ni hajmini kichikroq qilishligimiz kerak bo'ladi va hokazo muammolar bo'lishligi mumkin va o'shanday sabablarga ko'ra bir turdagi, bir formatdagi media faylni video bo'ladimi, qo'shiq bo'ladimi farqi yo'q, ikkinchi formatga o'girishligimizga to'g'ri keladi. Masalan, hozirgi mana shu yozilayotgan videomiz, mana shu ekranimizga yozib olayotgan programma MKV formatda yoki ba'zi bir yuqori kачествoli nimalar bor, video kameralar bor va turli xildagi kameralar bor. Ular MKV formatda yoki boshqa turdagi formatda olishligi mumkin. Endi keling siz bilan hozir biz e'tibor bering расположение fayli. Hozir bizda oxirgi fayllar turganligi uchun biz hozir to'g'ridan to'g'ri ochsak uni video player bilan ochib yuboradi, lekin biz imенно o'sha faylni turgan joyini topib olishligimiz kerak. Ustiga olib kelib turganimizda ko'rsatadi va o'ng tugmani bosib расположение faylini bosadigan bo'lsak, imенно o'sha papkani, ya'ni o'sha fayl turgan papkani ochib beradi bizga. Endi ko'rib turganingizdek, bizda mana bu narsani so'radigan bo'lsak, MKV formatda turibdi. Biz keling siz bilan shu faylni MP4, ya'ni MP4, MP2 degan formatga o'giramiz. Buning uchun kerak bo'ladigan programmamiz bor. To'g'rirog'i bir dunyo programmalar bor bu formatga o'giradigan, lekin siz bittasini tanlab olishingiz mumkin. Ayni videoda men ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa bu Format Factory degan programma hisoblanadi. Bu programmamiz bepul, uni yuklab olishingiz kerak xolos, bo'ldi. Demak, 5.6 versiyasini yuklab olamiz. Mana e'tibor bering. Последняя versiya bizda yuklab olish uchun mana bu nimalarni ko'rsatyapti va adashmasam, mana yana skachat degan tugmani bosishligimiz kerak bo'lar ekan. Ko'rib turganingizdek, programmamiz 85 megabayt. Bu sizni yuklab olayotgan vaqtda biroz nimasi farq qilishligi mumkin, lekin baribir o'sha programma bo'ladi. Endi bizda bu programma yuklab olingan allaqachon va o'rnatib ham olingan. Uning ko'rinishi mana bunaqa bo'ladi. Buni ishga tushiradigan bo'lsak, mana shunday interfeysga ega bo'ladi. Bu interfeysda ko'rib turibsiz, ko'pgina imkoniyatlari bor, ya'ni video format, audio format, foto format va dokumentlarni formatini ham o'zgartirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bundan tashqari CD, DVD va boshqalarni ham ko'chirish va yozish imkoniyatlariga egasiz. Bundan tashqari qo'shimcha utilitlari bor. Bu tizimingiz haqida ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Keling, bizda hozir ayni vaqtda ishlaydigan bo'limimiz bu video hisoblanadi. Ya'ni MP4 ga o'tkazishligimiz kerak. MP4 dan boshqa formatlarni tanlashligimiz kerak bo'ladi. Bosganimizdan so'ng bizga quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Bu joyda добавить faylni bosishligimiz kerak yoki olib kelib shu joyga o'ziga tashlasak ham bo'ladi. Добавить faylni bosamiz va bizda yodingizda bo'lsa, этот kompyuter, C-disk va пользователей, dev va mana shu joyda video, OBS va ko'rib turganingizdek, mana shu joyda yaratgan fayllar bor. Endi bu joyda hozir bizga kerakli bo'lgan faylni topib olishligimiz kerak. Manaki Windows korзина ma'lumotlarni o'chirish va ularni tiklash. Открытni bosamiz va o'sha fayl qo'shildi. E'tibor bering. Bu qo'shilgandan keyin biz nima qilamiz? OK tugmasini bosamiz. Yoki agar siz bu narsani aniq qayerga saqlanishini xohlasangiz, o'sha manzilni ko'rsatib ketishligingiz bo'ladi. Ya'ni результат в исходную папку. Agar mana buni tanlasangiz, mana shu fayl qayerdan olingan bo'lsa, o'sha joyga saqlanadi. Ya'ni qaytarib saqlab qo'yiladi. Keling, shu narsani tanlab ko'ramiz. OK ni bosamiz va bizimiz o'sha загрузка qilish uchun, ya'ni startga tayyor turibdi. Ana endi startni bosishligimiz mumkin. Bu videoni обработка qilish jarayonida sizga nima qilib beradi? Bilamizki, turli xil formatlar o'zini turli xil algoritmlari asosida kadrlarni bir-biriga ulab beradi. O'sha kadrlar orasida, ya'ni kadrlarni saqlash algoritmini, ya'ni tartibini o'zgartirish orqali uning hajmi va uning sifati ba'zida o'zgarishligi mumkin. Ya'ni yuqori bo'lgan sifat ozgina pasaytirilishligi mumkin bo'ladi. Demak, hozir ko'rib turibsiz, bu ma'lumotlarni, ya'ni videomizni обработка qilish jarayonida bizda NVH264 formatidan foydalanyapti. Ya'ni encoding format deyiladi bu narsa va buning uchun agar sizda yuqori sifatli videolar bo'ladigan bo'lsa, aytaylik 2K yoki 4K, 8K hozir video formatlari chiqib ketgan, o'shanday holatda oddiy platani o'ziga joylashtirilgan integrated video xotiralar, ya'ni ichiga o'rnatilgan video xotiralar kuchi yetmaydi. O'shanday holatda siz qo'shimcha video kartadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Va nisbatan sal tezroq bo'lishligi uchun ham video kartadan foydalanishligingiz kerak. Ya'ni video kartangiz o'rnatilgan va driverlari to'g'ri sozlangan bo'lishligi kerak. Demak, hozir keling siz bilan biz
papkamizni ochib olamiz. Hozir ko'rib turibsizki, bizda bitta o'sha nomdagi fayl bor. Uni formati MKV va hozir bizda zagruzkamiz tugadi va sizga taxminan mana shunaqa tarzdagi xabar keladi. Bu xabar chiqqandan keyin sizda o'sha obработка qilish jarayoni tugagan bo'ladi. Endi mana bu joyga kelib bitta refresh tugmasini bosadigan bo'lsangiz, pastroqda e'tibor bering. Mana bu joyda уже MP4 formatdagisi paydo bo'ldi. Endi e'tibor bering, mana bu faylimiz bizda 85, taxminan 80 megabayt atrofida. Keling buni ko'ramiz. Svойствоga o'tamiz. Mana 83 megabayt, 84 ekan. Bunisi esa mana e'tibor bering. Bunisi MP4 formatdagisi, bunisi esa MKV formatdagi. Buni hajmi taxminan 30-40% ga yuqoriroq. Ya'ni bu ko'proq kачествоni o'zida saqlab qolganligi uchun RAW data hisoblanadi. O'shaning uchun bunda ko'proq, bunda kamroq hisoblanadi. Bundagi ba'zi bir kadrlar qirqib olib tashlangan va kadrlarning o'zida qanaqadir sifatlarni kamaytirish imkoniyati bo'lgan. Ya'ni algoritm asosida. Endi bu bitta formatni ko'rishlik, ya'ni MKV formatdan ikkinchi formatga o'girdik. Endi bizga masalan video holatdagi turgan narsa audio holatiga o'girish kerak bo'lsa, unday holatda nima qilinadi? Birinchi o'rinda audio bo'limiga o'tib olasiz va sizga qanaqa formatga o'girish kerak? Masalan, ba'zi nimalar bor, MP3 larni qabul qilmaydi yoki bo'lmasam ba'zilari bor DTS larni qabul qilmaydi yoki faqatgina AAC larni qabul qiladiganlari bor. Shunday holatda siz bittasini tanlab olishingiz kerak. Keling, biz hozir MP3 ni tanlaymiz, chunki ko'pgina o'sha MP3 playerlar bor, faqat MP3 fayllarni o'qiydi. Endi tanlaganimizdan keyin oynamiz hosil bo'ldi. Bu oynada bizga o'sha menimcha yopildi-da. Keling, hozir biz siz bilan nima narsani ko'ramiz. Masalan, Flash'ga Windows yozish degan videomiz bor. Bu videomizni keling, Windows Media Creation toolni olaylik. Yoki bo'lmasa mana buni o'zini olsak ham bo'ladi. Ya'ni Windows kazino malakalarini o'chirish va ularni kazinodan tiklash. Tasavvur qiling, sizni video montaj programmada shunaqa amaliyot bajarish kerak bo'ladi. Ya'ni MKV formatlarni qabul qilmaydi va o'shanday holatda siz MP4 ni olib, uni audiosini alohida boshqa programmada ovozini to'g'irlab, keyin esa boshqa programmaga olib o'tishingiz kerak bo'ladi. O'shanday holatda bu juda ham muhim. Demak, kerakli faylni ushlaymiz va mana bunga olib boramiz. Endi buni ustiga olib kelganimizdan keyin mana shu joyga qo'yib yuborsak bo'ladi. Qo'yib yuborganimizdan keyin faylimiz hosil bo'ldi va shu joyda yana o'sha joyni o'ziga hosil qilaversak bo'ladi. Xohlasangiz добавить papka qilishingiz mumkin. Yoki по умолчанию holatda, ya'ni odatiy holatda C diskdagi F output degan papkaga chiqarib beradi. Keling, shu holatda qoldiramiz. Okay. Endi bizda hozir kutib turgan holatiga e'tibor bering. Wait. Mana bu faylimizni o'zgartirib beradi. Endi biz startni bosishligimiz mumkin, chunki biz MP3 ni tanlaganmiz. Start. Ko'rib turganingizdek, kadr bilan MP3 ni ikkalasini ajratish jarayoni nisbatan ancha tez bo'ladi. Demak, zagruzka jarayoni tugadi. Ana endi biz siz bilan ko'rsak bo'ladi. Bitta yangilaganimizdan so'ng, hozir bu joyda ko'rinmaydi, sababi biz C diskni ko'rsatgan edik. Endi C diskka o'tamiz va F output degan nimamiz bor, papkamiz bor va uni ichiga kiradigan bo'lsak, bizda o'sha faylimiz paydo bo'ldi. Va mana bu joyda ishonch hosil qilish uchun data sozdaniyani ochadigan bo'lsak, mana 3.8 hozirgina bu paydo bo'lyapti. Xo'p, bizni siz bilan bu videoda ko'radigan nimamiz shundan iborat edi. Bu faqatgina bitta programma emas. Agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bundan tashqari Total Video Converter degani bor va bundan tashqari Media Converter degani, har xil turdagi media konverterlar bor. Ularni hozir hammasini ko'rib o'tirib bo'lmaydi. Agar sizga kerak bo'ladigan bo'lsa, ya'ni bular yoqmagan bo'lsa yoki boshqasini sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, Google ga kirib Media Converter MP4 va 2AVI, ya'ni bu formatdan bu formatga o'tkazadigan konverter kerak deb izlasangiz, chiqib kelaveradi. O'ylaymanki, ushbu videomiz sizga foydali bo'ldi. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'ling.